penchak silat sport turi bo'yicha Toshkent Gumanitar fanlar universiteti rektori kubogi xalqaro turnirining tantanali ochilishiga guvoh bo'lish uchun ushbu JAR sport sog'lomlashtirish majmuasiga yig'ildik. Toshkent Gumanitar fanlar universitetining barcha professor o'qituvchilari, talabalari nomidan uzoqdan kelgan xorijlik do'stlar, tadbir tashkilotchilari va barcha ishtirokchilarga tabriklarimni hamda minnatdorchiligimni bildiraman. Tadbir tashkilotchilaridan biri sifatida universitetimiz hamisha sport orqali tinchlikni targ'ib qilish, dunyoni madaniyat orqali bog'lash konsepsiyasiga qat'iy amal qilib keladi. Qo'shni respublikalar, xususan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'onistondan kelgan 520 nafar sportchilar kuch sinashayotgan ushbu nufuzli musobaqada Toshkent Gumanitar fanlar universiteti ham o'z jamoasi bilan qatnashmoqda. Universitetimizda 20 dan ortiq turdan 100 ga yaqin O'zbekiston, Osiyo va jahon chempionlari bor. Ular orasida universitetimiz talabasi penchak silat bo'yicha O'zbekiston va Osiyo chempioni O'ral va Dinara G'ayrat qizi alohida ta'kidlab o'tish mumkin. Yana bir narsani alohida aytib o'tmoqchiman. Toshkent Gumanitar fanlar universiteti mazkur musobaqada ishtirokchilarining har biri uchun erishgan yutuqlariga qarab turli miqdordagi grantlar ajratadi. Aziz bolalarim, universitetimiz eshiklari sizlar uchun hamisha ochiq. So'zim oxirida barcha sportchilarga omadlar tilab qolaman. Ushbu musobaqada chinakam mahorat va do'stlik bayramiga aylansin. Rahmat.